Men 1995-yildan 99-yilgacha bakalavr darajasi bo'yicha Buxoro davlat universitetida amaliy matematika va informatika yo'nalishida tahsil olganman. Magistraturani Buxoro muhandislik texnologiya institutida kompyuter tarmoqlari bo'yicha olganman. Albatta talabalik davrida ustozlar juda ham talabalar hayotida, talabalarni mustahkam bilim olishida, ularning yetuk mutaxassis bo'lib yetishida ustozlarning o'rni juda ham katta. Men o'qigan davrda juda ham salohiyatli, o'sha davrdagi eng salohiyatli ustozlar bizga dars berishgan. Albatta ularning har birini o'rni o'zgacha. Ulardan ustoz Aloyevni eslashimiz mumkin. Juda ham qat'iyatli, prinsipial inson bo'lganlarini, yoki ustoz Ismoilov domlani eslashimiz, ustozimiz rahmatli Ahmedovni eslashimiz mumkin. Mutaxassislik fanlaridan ayniqsa biz tahsil olgan fizika matematika fakultetidagi hamma ustozlar juda ham jonkuyar, fidoyi insonlar bo'lishgan va o'z kasbini ustalari bo'lishgan. Va mana shu jihatlar bilan juda ham hozirgi kunda mana faoliyatimda ham ularning o'sha o'gitlari, ularni o'sha davrdagi talabalar bilan bo'lgan muomala yoki ulardan talabchanlik, qat'iyatlik kabi mana shu jihatlarni o'rganganmiz va ularning ustozlarning yuqorida aytganimdek har birining ham o'rinlari o'zgacha. Talabalik davrining o'sha birinchi kuni men uchun juda ham esda qolarli, ya'ni o'sha talabalikka qabul qilinish davrida ustozlarimizni bizga bildirgan ezgu tilaklari, o'sha qabul qilish jarayoni, talabalikka mana shu kirish tadbirlari meni eng birinchi qolgan eng esda qolarli voqealar bo'lsa, keyin oxirgi o'sha tugatayotgan jarayonlarimiz albatta bizga o'sha katta hayotga yo'naltirib, bizni o'sha mutaxassislik diplomlarini topshirilayotgan jarayonlari eng hayajonli va biz esda qolarli voqealardan deb aytishim mumkin. Oliy ta'lim muassasasi har bir mutaxassisni o'sha keyingi faoliyatda juda ham katta o'rin tutadi. Ya'ni u nafaqat mutaxassislikni egallaydi, balki o'sha faoliyatida boshqaruvni, qaror qabul qilish va o'sha faoliyatdagi insonlar bilan bo'ladigan muloqotlarda ham, munosabatlarda ham juda katta o'rin tutadi. Men bugungi kunda o'sha ustozlarimdan qat'iyatlilik, o'z prinsiplariga sodiq qolish va halollik, shaffoflikni o'rganganman. Aynan bizga ta'lim bergan ustozlar talabalar bilan bo'lgan munosabatlarda ham juda ham ochiq, shaffof ishlashgan. Chunki juda ko'p shunaqa voqealar bo'lgan. Talabalar hattoki o'sha harakat qilib, qanaqadir yo'llar bilan baholashga harakat qilgan davrda ham ustozlarimiz qat'iyatlilik bilan o'z o'sha prinsiplariga sodiq qolishgan. Va mana shu jarayonlar menda demak ustoz qanaqa bo'lishi kerak o'zi, o'sha talabalar bilan munosabatlarda qanday yo'l tutish kerakligi haqida juda ko'p o'zini o'sha taassurotlarni qoldirgan. Men hattoki o'sha eng yaxshi ko'rgan fanlarimni daftarlarini hozirgacha ham konspekt daftarlarini saqlab qo'yganman. Biz endi asosan formulalar bilan ishlaganmiz, lekin aniqlikni, har bir ishga qat'iyat bilan yondoshishni, aniq bir ya'ni amaliy matematika yo'nalishida o'qiganimdan bugungi kunda har bir faoliyatda nazariy yo'nalishdan ko'ra ko'proq amaliy yo'nalishga, ya'ni har bir o'sha faoliyatni amaliy natijalariga erishishni ko'proq olganman. Ya'ni o'sha matematika o'zi aniq fan, endi amaliy matematika uni o'sha hayotga tatbiq etilishi, har bir chiqarilayotgan xulosani demak hayotda qanday o'z o'rnini tutishi yoki bir o'sha loyihalarning ham amaliy jihatiga qarashni o'rganganman. Biz o'qigan davrdagi va bugungi talabalar bilan solishtiradigan bo'lsak, talabalarning ijtimoiy faolligi ham bugungi kunda juda ham qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni sport yo'nalishida yoki o'sha fan olimpiadalarida o'rin olgan talabalarimizning juda ham katta bir qo'llab-quvvatlashga erishilayotganligi yoki o'sha nomdor stipendiantlar, juda ham ko'p yo'nalishlardagi nomdor stipendiantlar bugungi kunda o'sha qo'llab-quvvatlanayotganligi yoki talabalarning o'zlari o'sha ijodkorlik qobiliyatiga yo'naltirish, ularning o'sha ijodkorlik
namunalarni ham juda ham moddiy ham ma'naviy qo'llab-quvvatlanayotganligi albatta havas qilsa arziydi. Talabalarimiz bugungi kunda hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan, hurmatli prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan mana shunday imkoniyatlardan juda o'rinli foydalanishlari kerak. Chunki talabalik davri kelgusida mutaxassis, nafaqat mutaxassis, balki boshqaruvchi qaysidir sohalarni boshqarishda o'zi uchun juda katta ko'nikmalarni egallashi mumkin va o'ziga mustahkam poydevorni qo'yishi mumkin. Mana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermasliklarini tilagan bo'lardim. Chunki talabalik shunday davrki, ham qiziqarli voqealarga boy bo'lishi, o'sha talabalar bilan birgalikdagi o'sha oltin davrni surishi va shuning bilan birgalikda albatta ham o'zining mutaxassisligi doirasida va qo'shimcha ko'nikmalar, IT ko'nikmalarini, til ko'nikmalarini egallab va o'sha o'ziga keyingi hayotida kerak bo'ladigan barcha mana shu ko'nikmalarni ustozlardan oladigan vaqti va shu imkoniyatni qo'ldan boy bermasliklarini va bundan foydalangan holda kelajak hayotlarining poydevorini hozirdan qo'yishga bir kirishishlarini so'ragan bo'lardim.